Assalomu alaykum hammaga. Bugun menda oddiygina va shirin chiqadigan chuchvara sho'rva qildim. Judayam chiroyli va mayda dona-donachalik chuchvara sho'rvani birinchi piyozni olib qovurib boshladim va ketidan tovuq go'shti solaman. Ziravorlar, tuzlar, murchlar hammasini ketma-ketlikda solib shiringina ovqat tayyorlashni boshlaymiz. Bismillah deb ovqatlanib, o'zimizni oyatul kursimizni etib, sunnatga amal qilgan holatda ketma-ketlikda sabzi, kartoshka, zelenlarni solib, mazasini judayam chiroyli ko'rinishga, mazasini judayam shirin holatga keltirib pishirib olishni boshlaymiz. Menda bilasizlar, 5 farzand, 5 farzandimni 5 xarakteri bor. Ovqatda biri shirin deydi, biri sho'r deydi, biri achchiq deydi, biri yog'liq deydi. O'sha hisobiga qo'rilayotganda men zelenlarni qovurib olaman, chunki orasidan terib olmasligi uchun. Hamma narsani ketma-ketlikda chala-chala qilib pishirib oldim, чтобы qaynaganda yana o'lib qolmasligi uchun. Shiringina mazalari va masalliqlari dirkillab turish uchun. Ozgina nimtadim svejiy garmdor to'g'rab olaman, chunki say mazasini berish uchun urug'larini chetga olib qo'yib, dam-badam ko'lab turamiz, chunki yog'ni judayam past solaman, olivkivi yog', tagiga olib ketmasligi uchun va hamma narsani qovurib bo'lib qaynagan suvimizni solamiz. Judayam chiroyli va mazali chiqadi. Ko'katni ham qovurib olgandan keyin ustiga sovurib bitta qaynatib yuboramiz va chuchvarani ham sovuramiz. Judayam mazali va shirin bo'ladi bu ovqatimiz. Bu prosta oddiy sizlar bilan bo'lishgim kelgan video. Kun davomida nima ish qilasiz o'zi deganlarga, men ham ayolimman, uy ishlarimni qilaman. Mana judayam chiroyli va kichkina tugilgan chuchvaralarimiz solib ovqatlarimni pishirib olaman. Shunaqa gaplar. Sizlar o'zingizlar kun davomida nima ovqatlar qilasizlar, nima menyular chiqarasizlar? Men bilan bo'lishinglar, kommentariyada qoldiringlar yoki telegramimga yozinglar. Telegramim ham belgilangan. Men hamma narsani ketma-ketlikda solib, mana chuchvaramni bitta qaynatib olib va suzib olaman. Hammanglarga chiroyli, xayr, barakatli kun tilayman. Xayrli tong bu videoni qo'yishim aniq kechqurun qo'yaman, bilaman. Ertaga ko'rsanglar hammaga ochiq kayfiyat. Rahmat ko'rganinglar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.